O'rtoqlar, sariq rangdan iborat bo'lgan to'rtburchak narsa, ya'ni kitob bir varaqli marketing reja Alan Dib tomonidan yozilgan va Asaxiy tomonidan bu kitob nashr qilingan, o'zbek tiliga tarjima qilingan. Mana shu kitob masalaga aytmoqchiman, hech qachon sota olmayman. Bu kitob to'g'risini aytganda puliga arzimaydi. O'sha paytda men 89 mingga olganman. To'g'risini aytganda, "Abit qilganim yaxshi ekan, nechta xoddo beradi" deb o'ylaganman, to'g'risi. Xullas, bu kitob sota olmayman. Men isbot har bitta kitobni men shunaqa yoza olaman. Ya'ni tugadi, boshlandi deb. Mana tugadini o'zi ko'rasana bo'ladi, oxirigacha borilmadi deb yozib qo'yganman o'sha o'tgan yili. Bu kitobda aytiladigan narsa shunaqaki, o'zini bilgan narsa. Ya'ni o'sha biznes ichida yuradigan odamlarga bu kitob tavsiya qilinadi. O'z asli, men mana shunga uchib shu kitob olganman, o'sha pulimni ketkizib. Lekin bu kitobda bor ma'lumotlarni mana bu hayotdan ko'rasiz. Bu kitob 89 mingga yoki 100 mingga olib sotib olishingiz kerak emas. Odamlar o'sha biznes ichida yurgan odamlar bilan gaplashib, bu kitobda bor narsani lundasini olib olsangiz bo'ladi. Bunda shunaqa narsaki, bitta kichkina narsani mana shunday qilib ko'rsatadi. Ya'ni o'sha bitta ozgina fikrni, g'oyani 20 bet, 30 betga cho'zib yuborgan bu kitobda. Minus tomoni shu. Sota olmayman. Xo'p, mana men yana ko'rsataman. Bir varaqli marketing reja. Alan Dib tomonidan. Yaxshi kitob emas.